Toshkent Astana yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi Cherezda, ya'ni Kunora qo'yilgan. Hozir ham ko'rishingiz mumkin. Ayni damda yo'lovchilarimiz posадка jarayonlari boshlangan. Keling ularni yoqtiramiz. Assalomu alaykum. Doim yo'llaysiz. Qo'ylar zo'r. Yana tavsiya qilamiz. Kelinglar, olinglar. Ispanli lyuks dedi, ichida Wi-Fi bor. Ha, tavsiya qilamiz. Hammaga tavsiya qilamiz. Ko'p ketganmiz bunda. Yana tavsiya qilamiz. Keling. Mana lapanliklarimiz bor. Bitta ko'rib bularni ham olsangiz. Bular ham ketadimi? Ha, hammasi ketadi. Assalomu alaykum. Siz qayerga Astonaga biletlarimiz qancha bo'ladi? Qanchadan xarid qildingiz biletni? Sherizda. Demak, bular olamiz. Yo'qmi yoki o'zingiz borib olasizmi? Yo'q. Olishdi. Oldin ham avtobusdan foydalanganmisiz? Oldin hech qanday problemalar bo'lmaganmi? Yo'ldan, chegaralardan boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Qulayliklarini ko'rib chiqdingizmi? Boshqa keladi. Boshqa keladi. Rahmat sizga. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Bizning manzilimiz Toshkent shahar sobiq avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatda ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Ekranda qoldirilgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib, sizni qiziqtirgan savollarga javob oling. Xayr, salomat bo'ling.